tuyang nech pul, paloncha pul. Aybi bormi desa, o'zida aybi yo'q-ku, shu tuyani tuqqan onasini aybi bor edi. Nima aybi bor edi desa, ustiga karvonda yuklarni yuklab qo'ysak, yo'lda kelayotgan biror bir ko'lmak, balchiq bo'lsa, shu joyga yotib olardi. Shu peli bor. Lekin bolasida hali bu narsani ko'rmadim men desa, u ayib onasida ekan, bu tuyani bolasida aybi bo'larmi deb aytgan puliga tuyani olib ketdi. Karvonga qo'shdi, ustiga yuklarni yukladi. Ketayotgan joyida bir ko'lmak, balchiqqa borgan paytida haligi ko'rkam tuya yuk buki bilan balchiqqa yumalandi. Yonidagi xizmatkoriga qarab aytdiki, "Meni uyimga borib xotinimga aytgan 3 talaq qildim men" dedi. Hayron xizmatkor. Xo'jayinning gapiga kirib, savdogarning gapiga kirib uyiga borsa, erini savdogarni safarga chiqarib yorib, o'ynashini chaqirib xiyonatni